702 sotulik hovlimizni $93,000 ga berib yuryaptilar. Lokatsiyani qaranglar. Bu yoqdan Qo'yliqqa chiqib ketasiz, 8 kilometr. Bu yoqdan Food City'ga ketasiz, 6 kilometr. Endi sizlar bilan ichkarilarni qo'lini tushuntirib beraman. $93,000 702 sotu, 6 ta xonasi bor ekan. Bu videoni shunaqa arzon qilayotgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Menga obuna bo'lish uchun esdan chiqazmang. Yuring ko'rsin. Ikki yoq taraflama eshigiga tushgan ekan, ya'ni ikkita ko'chaning o'rtasida shu uyligi. Hozir u yoq tarafdagi eshikni ham ko'ramiz. Ketdik. Bu oldi tarafdagi eshigi ko'ryapsiz mana. Joy mashina qo'yish uchun joy ham bemalol. Fasadni ham ko'ryapsiz. Mana shu yerdan oxirigacha kattagina bo'ladi. Endi mana ko'chaga chiqib ketirish. Bu yoqdan to'g'ri yo'l bilan ko'chaga chiqib ketsangiz bo'ladi. Endi ichkarini ko'ramiz. Qadrdonlar, bu videoni investitsiya qilaman deb yurgan tanishlarga jo'natib qo'ying. Zo'r narx lekin Yangi Hayot tumaniga kiradi. Yangi Hayot tumani. Xo'p, mana kirganimizda o'ng tarafdan asosiy uylarga kirilsa bo'ladi. Bu yoqda shu bitta, ikkita, uchta xonalarimiz, chap tarafda yana bitta xonamiz keladi. Mana bu yoqda kattagina hovlimiz keladi. Hovlini ham ko'rishingiz mumkin, katta keng. Shu nariga ikkinchi eshikka bu yoq tarafdan chiqib ketiladi. Qadrdonlar, narxini $93,000 deyapti, yana kelishadigan joyi bor. Qiziqqani uchun men pastda ega raqamni yozib qoldiraman. Telefon qilsanglar bo'ladi.